Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ism familiyam Karimov Muhiddin Jamonish, tarix fanlari falsafa doktoriman. Bugun sizlar bilan 12-mavzu, ya'ni oilada tarbiya va uning jamiyatdagi o'rni mavzusini ko'rib chiqamiz. Mavzu mobaynida demak quyidagi rejalarni ko'ramiz. Birinchi rejamiz oila tushunchasi va uning jamiyatdagi ahamiyati. Ikkinchi rejamiz oilada axloqiy qadriyatlarni shakllantirish. Uchinchi rejamiz oilaviy muhit va tarbiyaning o'zaro bog'liqligi. To'rtinchi rejamiz esa oilada tarbiya va mustahkam jamiyatning poydevori nomlanadi. Oila tushunchasi haqida to'xtaladigan bo'lsa, albatta oila bu jamiyatning eng kichik bo'g'ini sanaladi va aynan mana shu bo'g'inlarning jam bo'lishi natijasiga jamiyat paydo bo'ladigan bo'lsa, jamiyat esa davlatning asosi sanaladi va u aynan inson uchun ilk tarbiya maktabi sanaladiki, aynan mana shu oilada har bitta bola axloqiy, ma'naviy, jismoniy hamda intellektual shakllanishiga sabab bo'ladiki, shu jihatdan aynan oila jamiyat tayanchi sanaladi. Oilada albatta qon qarindoshlik, nikoh hamda farzand mavjud bo'lishi natijasida shakllanadigan holat sanaladiki, bu jamiyatni bir bo'g'ini sifatida uni to'ldiruvchi omil sanaladi. Oilani vujudga kelishida demak davlat tomonidan hamda tibbiyot tomonidan o'ziga xos belgilangan normalar mavjudki, shu jihatdan masalan 18 yosh o'g'il bolalarga, qizlar 17 yosh bo'lgandan keyin oila qurishlari mumkin bo'lsa, tibbiyot jihatdan olib qaraydigan bo'lsa, aynan qon qarindoshlar orasida nikoh tuzilishi taqiqlanadi. Ikkinchi tomondan oladigan bo'lsa, albatta mana shu oilani shakllantirish mobaynida ham ma'lum bir normalarga e'tibor qaratish kerak. Ya'ni normalarga deganimiz axloqiy normalar, ya'ni shu yigit kishi ma'lum bir o'sha oila boshlig'i bo'lishga tayyor bo'lishi, moddiy jihatdan o'zini oilasini ta'minlaydigan darajaga yetishi zarur sanaladi. Tarixiy jihatdan e'tibor qaratadigan bo'lsa, o'zbek xalqida qarindosh qaranqo'rg'on degan hikmat ham mavjudki, ya'ni bunda faqatgina oila degani bitta er xotindan iborat bo'lgan oila emas, balki ularning atrofidagi qon qarindoshlar ham aynan ularni bir qo'rg'oni bo'lib, o'ziga xos bir katta kuch bo'lishi belgilanadiki, Amir Temurning Temur tuzuklarida ham oiladagi birlik hamda intizom davlat barqarorligining asosiy shartlaridan biri sifatida ko'rsatiladi. Shuning uchun ham Amir Temur albatta davlatdagi adolatni ta'minlashda, xususan xalqini, ularning oilasidagi adolatni ta'minlashga ham juda katta e'tibor berganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta oilani mustahkam bo'lishda birinchi navbatda axloqiy qadriyatlar muhimki, aynan bu narsa bobolar tomonidan, uydagi keksa kishilar tomonidan nabiralariga, farzandlariga singdirib boriladiki, bu holat avloddan avlodga o'tib keladigan, ularni mana shu halollik, mehr-oqibat, hurmat, mehnatsevarlik hamda sabr-toqat ruhida katta qilishga bo'lgan o'ziga xos xatti-harakatlarni ularda shakllantirilishi bilan nazarda tutiladi. Tarixiy faktlarga e'tibor qaratadigan bo'lsa, aynan Alisher Navoiyda Mahfuzul Qulub asarida ham oilada so'z hamda amal birligiga alohida e'tibor qaratish zarurligi, xususan aynan faqatgina so'z gapirgan bilan ham oila farovon bo'lib qolmasligi, albatta uni o'ziga xos amallar bilan ko'rsatib berish zarurligi haqida ta'kidlanadiki, chunki faqatgina quruq gap gapiravergan bilan ham oxiri farzandlar ham yoki boshqa o'sha oila a'zolari ham u gapga e'tibor qilmay qo'yishadi. Albatta o'sha gapni gapirayotgan odamda ham o'sha o'zi aytayotgan amallarni mavjud bo'lsagina bu narsaga amal qilinishi mumkin bo'ladi. Oilaviy muhit haqida to'xtaladigan bo'lsa, albatta oilaviy muhit oilani mustahkamligini ta'minlovchi eng asosiy omillardan biri sanaladi. Chunki oilaviy muhitda albatta o'sha mehr, hurmat, totuvlik tushunchalari mavjud bo'ladigan bo'lsa, oila a'zolari bir-birini qo'llab-quvvatlashi, o'sha farzand ham o'zini oilasidagi mana shu jarayonni ko'rgandan keyin, o'zi ham katta bo'lgandan keyin qush o'z uyasida ko'rganini qiladi degan o'sha hikmatli gap borki, u ham katta bo'lganda aynan erkak kishi bo'lsa otasidan yoki qiz bola bo'lsa onasidan namuna olgan holda xuddi shunday katta bo'lishga harakat qiladiki, shu jihatdan bu narsa nafaqat ijobiy tomondan, balki
salbiy tomondan qaraydigan bo'lsa, masalan, zo'ravonlik, beparvolik yoki turli xil janjallar mavjud bo'ladigan bo'lsa, bola psixologiyasiga ham bu narsa ta'sir etib, u ham katta bo'lgandan keyin xuddi shunday o'zida salbiy xulq-atvorlarni shakllanishiga, kelajakda esa mana shu jamiyatda bir bo'g'inida mana shunday salbiy ruhdagi bir insonning shakllanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham albatta oilaviy muhitni yaxshilash zarurligi va bu holat albatta birinchi navbatda oilaning barcha a'zolari uchun muhim omil bo'lishi ta'kidlab o'tiladi. 19 asr oxirlarida jadid ma'rifatparvarlardan shu Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qorilar oilani eng asosiy jamiyatda tayanch sifatida ta'kidlab, bu yerda onalarni tarbiya muallimlari deb atashadi. Ya'ni odatda otalar jadidlar davrida ham, umuman qadimgi davrda ham, hozirgi davrda ham asosiy oilani moddiy ta'minotchilari bo'lganligi uchun ham ular ertalab chiqib ketib, kechki payt keladi. Ya'ni farzandiga juda ko'p vaqt ular tarbiya berishga vaqt topisha olmaydi. Shuning uchun ham onalar asosiy tarbiya muallimlari bo'ladiki, albatta bu degani erkaklarni mas'uliyatdan hech qachon mosuvo qilmaydi. Ularni ham dam olish kunlari yoki ishdan keyingi vaqtlar albatta shug'ullanishlari zarur, lekin ko'proq albatta onalar tarbiya muallimlari sifatida mana shu narsaga mas'ul sifatida belgilanadi. Oilada albatta tarbiya mustahkam jamiyat poydevori sanalgani uchun ham albatta bu jarayonni o'ziga xos bir davomiylikda, o'ziga xos bir bosqichlarda, o'ziga xos bir namunalarda ko'rsatib o'tish kerakki, bugungi kunda albatta zamonaviy texnologiyalar kirib kelgandan keyin o'z-o'zidan ommaviy madaniyat ham kirib boryaptiki, bu jarayonlarni faqatgina insonlarning hayotiga ijobiy ta'sir etishi, xizmat qilish kerak. Chunki ko'p oilalar masalan chet davlatlarga ko'chib borishyapti yoki boshqa joyga o'qishga yoki mehnat qilish uchun borgan paytda u yerdagi madaniyatlar ham o'zbek xalqining milliy madaniyatiga salbiy ta'sir etmagan holda, ikkalasini umumlashtirgan holda, albatta o'zimizda shu axloqiy qadriyatlarni saqlagan holda oiladagi mavjud bo'lgan ijtimoiy muhitni faqatgina ijobiy holda saqlanish zarurki, bu holatda albatta ota va ona teng mas'ul sanaladi. Shu jihatdan ham aynan oiladagi bunday ijobiy holatlarni saqlash bugungi kundagi shu globalizatsiya jarayonidagi eng muhim omillardan biri sanaladi. Albatta bu jarayonlarni to'g'ri saqlanishi oiladagi shu munosib bo'lgan komil insonlar yetishib chiqishiga sabab bo'ladiki, natijada turli xil jinoyatlardan yoki zararli odatlar hamda axloqiy buzuqliklardan saqlangan yosh avlodning katta bo'lishiga va natijada esa bu o'sha O'zbekistonni yetuk kadrlarini shakllanishiga bo'lgan o'ziga xos omil vazifasini o'tashini ta'kidlashimiz mumkin bo'ladi. Darslarimizda uchrashguncha sog' bo'linglar.